6 fevralga o'tar kechasi Turkiya va Suriyada 7.8 magnitudali dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Kunning ikkinchi yarmida magnitudasi 7.5 ga teng bo'lgan yana bitta zilzila ro'y berdi. Biz Turkiyadamiz. Biz bu fojiadan omon qolgan odamlar bilan muloqot qildik. Hamma oddiy hayot kechirar, ertangi kun uchun rejalar tuzar, bolalarni maktabga tayyorlar edi. Hech biri buni kutmagandi va 2 daqiqada hammasi tugadi. Hammasi nolga aylandi. Hayotni qaytadan boshlash kerak. Agar tirik qolgan bo'lsang, shunga ham shukr, chunki ko'p odamlar uchun hayot tugadi bir zumda. Benim aklım hep sende. Men o'zim uyg'ondim va oilamni uyg'otdim. Biz zinadan pastga tushganimizda beton tushishni boshladi. Men derazani ochdim. Hamma yoq tutun dedim. Men o'lib qolamiz deb o'yladim. Qo'rqdim. Men hech narsani ko'ra olmadim, chunki hamma joy tutun. Qars. Derazalar yorilayotgandi. Ular ko'z o'ngimizda qulab tushdi. U yerda shunday chang ediki, go'yo yaqin atrofda bomba portlagandi. Bu odamlar bilan muloqot kuchli taassurot qoldirdi. Bunday narsalar haqida gapirishning o'zi og'ir edi. Demoqchimanki, buni tinglash psixologik jihatdan juda qiyin edi. Ular esa buni boshdan kechirishdi. Binolar yer bilan yakson bo'ldi. Tashqarida hammasi xuddi do'zaxdagidek edi. Odamlar yordam so'rab yig'lashardi. Kimdir bolalarini tashqariga chiqara olmagan, kimdir ota-onasini ichkarida qoldirgan. Biz suhbatlashgan bir erkak 5-qavatda yashar edi. U shunday dedi: "Uy go'yo taxlanib qoldi. Zilzila boshlanganda men balkonga yugurdim va 2 daqiqadan so'ng u yerdan tashqariga qadam bosib chiqdim. Yonimda joylashgan turar joy binosi 7 qavat xonadonlar butunlay yer bilan tekislandi. U yerda bir ayol va bir erkak bor edi. Ayol bolani qaytarib beringlar deb yerda yig'lab yotardi. U yerda bir qiz bor edi. Qiz vayronalar ustida betonda yotgan edi. Men uni ko'tardim, lekin u sovigan edi. Men odamlarning qichqirganini eshitdim. Ko'p qavatli uyning varonalari ostida odamlar shunday baqirishar ediki, o'sha balkonlar bir-birining ustiga taxlanib qolgandi. Aytmoqchimanki, ichkaridagi chaqaloqlar bilan birga shunday dahshatli tarzda taxlanar edi. Ular ushbu vayron bo'lgan uylarda abadiy qolib ketishdi. Birorta ham bino qolmadi. Xatay vayron bo'ldi. Xatay yer yuzidan yo'q bo'ldi. 2 kundan beri hamma joyda qidirdik. Binolarning birortasida ham odamlar yo'q edi. Umrim davomida bunday zilzilani ko'rmagan edim. Menimcha biz oilasida kimdir vafot etmagani haqida gapirmagan kishini uchratmadik. Biz suhbatlashgan yigitlardan biri zilziladan keyin telefon kitobidan 200 ta kontaktni o'chirib tashlaganini aytdi. 200 ta kontakt. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u yerda 50 ming kishi yo'qolgan. Ammo u yerda 20 mingta bino butunlay qulab tushgan va tiklab bo'lmas holatda edi. Va 180 mingta bino jiddiy zarar ko'rgan. Keling, mana shu 20 mingta binoni olaylik. Ular 5 qavatli bo'lsin, har birida 5 qavat edi, to'g'rimi? Har bir qavatda 3 ta xonadon bor edi. Hammasi bo'lib 375 ming xonadon mavjud bo'lib, ularning har birida odamlar yashagan. Uning ustiga turklar an'anaviy ravishda katta oilalar bo'lib yashaydilar. Shuningdek, voqea guvohlarining aytishicha, zilziladan keyin dastlabki kunlarda ko'p qichqiriqlar, vayronalar ostida qolgan odamlarning ko'p yig'lashlari eshitilgan va har bir keyingi kun ular tobora kamayib borgan. Butun internetni bir surat aylanib chiqdi. Ishonchim komilki, u yagona emas edi. Ota vayronalar ostida qolgan qizining qo'lidan ushlab o'tirgan. U keyinroq intervyu berdi va men uning qo'li sovib ketayotganini his qildim dedi. Ya'ni u qizining qo'lidan ushlab uning o'layotganini his qildi. Tasavvur qiling. Ona bolalarini qutqarish uchun yo'lda haydab ketyapti. Atrofda binolar qulab tushyapti. U katta ko'chaga chiqib ketishga uriniryapti. Bolalarni mashinamga o'tkazdim, lekin bu safar yo'llar to'silib qoldi. Tomlardan narsalar, toshlar va shag'al tushardi. Lekin biz ularga e'tibor ham bermadik. Yagona maqsadim tezroq yo'lni bo'shatib, bolalarimni u yerdan olib ketish edi. Va ming afsus, bunday voqealar juda ko'p. Mana 3 farzandim va xotinim shu qurilishda yotibdi. Bu zilzilaning 3-kuni. Farzandlarim allaqachon bu yerda sovuqdan vafot etdi. Bizning ovozimizni hech kim eshitmasligi achinarli emasmi? Hech kim bizga yordam bermaydi. Biz ojizmiz. Telefonning narigi tomonida yaxshi biz odam yuboramiz deydi. Ular kelishadi, ammo ular hech narsa qilishmaydi. Ular shunchaki suratga olib ketishyapti. Qutqaruvchilar kelishganda qanday yordam ko'rsatishdi? Men u yerdan 5-kuni jo'nab ketdim. Qutqaruvchilarni ko'rmadim. Ko'p odamlar vayronalar ostida
ostida bo'lib o'z oilasi va do'stlariga nima bo'lganligi haqida xabar berish, qutqaruvchilarga geolokatsiya yuborish, ular joylashgan joy haqida ma'lumot berish uchun video yozib olishdi, postlar yozishdi va ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishdi, ammo afsuski noma'lum sabablarga ko'ra ushbu postlar ijtimoiy tarmoqlar tomonidan o'chirildi. Men sizga his-tuyg'ularimni ifoda eta olmayman. Ko'rib turganingizdek, men vayronalar ostidaman va yana 2 yoki 3-4 oila qo'shnilarimizni qichqirig'ini eshityapsizmi? Bizning ma'lumotlarimiz yoki diniy ma'lumotlarga ko'ra, biz qiyomatga qadar jahon miqyosida kuchli zilzila bo'lishini bilamiz. Va u 4 kun davom etadi. Bu haqda bizga Qur'on aytadi va bu muqaddas kitobning vahiy bobida yozilgan. Biroq endi bu haqiqatga aylandi. Ilgari ba'zilar muqaddas kitobga ishonmas edilar, ammo hozir u yerdagi yozuvlar haqiqatga aylandi. Ya'ni imkoniyatlarimiz mahsul odamlarimiz bo'la turib jamiyatimizning texnik salohiyati va inson resurslaridan foydalangan holda agar shunga e'tibor qaratganimizda biz u yerga qutqaruvchilarni jo'natib minglab, 10 minglab odamlarning hayotini saqlab qolishimiz mumkin edi. Lekin hech kim bu bilan shug'ullanmaydi. Shug'ullanishadi. Men o'z shaxsiy vaqtini ayamasdan uchib kelgan, yordam bergan va har tomonlama harakat qilganlarni haqorat qilish niyatim yo'q, lekin biz ular bilan ham gaplashdik. Ularning ham savollari ko'p. Ular odamlarni qutqarish uchun qandaydir eskirgan mexanik vositalardan foydalanishyapti. Odamlarni kuzatish uchun esa bizda hamma narsa bor. Televizorlar, raketalar, tanklar, ilg'or texnologiyalarimiz bor. Snayperni televizor bilan 15 kilometr uzoqlikdan topish mumkin. Ammo oldinga qulab tushgan bino ichidagi odamni topa olmaymiz, chunki buning uchun asbob-uskunalarimiz yo'q. Qanday qilib bizni aqli raso odam deb aytsa bo'ladi? Gaziantep va Nurdagi shaharlarida ishladik. Butun jamoa bir vaqtning o'zida barcha xonalarni, barcha yoriqlarni, barcha bo'shliqlarni ko'zdan kechirib ichga kirishdi. Ichkariga siqilib kirdim, kimningdir xirillashini eshitdim. Men emaklab izlay boshladim. Tovush tomon emakladim. O'sha ovoz ro'paramda bo'lib chiqdi. Qazishni boshladim va oxir-oqibat bir odamni topdim. Men uni ko'rganimda chiday olmadim. Birdaniga ko'z yoshlarim oqa boshladi. Bu tuyg'ularni so'z bilan ifodalashni ham bilmayman. Men hammaga men topdim deya baqira boshladim. Darhol hamma har xil jihozlarni olib u yerga yugurdi. Uni biroz qimirlatishimiz kerak edi, lekin qimirlatsak u qichqirardi. Uning nolasidan yuragim yorilib ketardi. Uning qo'lini bir necha tonna og'ir plita bosgandi. Nihoyat plitani olib tashladik. Yigitlardan biri ichkariga qaradi. U boshqa odamning qo'lini ushlab yotgan ekan. Keyin biz undan ham uzoqroqqa qaradik. U yerda yana bir kishi yotgan edi. Katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi. Akustik qurilmani olib kelishdi. Bilasizmi, bu tovushlarni tinglaydigan qurilma. Uni qo'llashdan avval radiokarnay orqali bir odam turkchada "Tirik odam bormi? Agar bor bo'lsa, javob bering. Taqillating, tirnang, biz sizni tinglaymiz" deb gapirardi. O'sha paytda barcha jihozlar, tovush chiqaradigan barcha narsalar, hatto odamlar ham harakatsiz turishlari kerak. Oyoqlar shitirlamasligi uchun. Hamma narsa tom ma'noda, hamma narsa atrofda qotib qoladi va ular tinglashni boshlaydilar. Qutqaruvchilar biror narsani eshitsa, ular taxminan o'sha yo'nalishga qazishni boshlaydilar va tasavvur qila olasizmi? Kar soqov odam topildi. Axir bu uni hatto eshitmadi. Va ba'zi omon qolganlar menga har gal uxlab qolganimizda bo'ldi, endi hech qachon uyg'onmaymiz deb o'ylardik deb aytardilar. Ularning ahvolini tasavvur qiling. Ular esa u yerda. Bilmadim, ko'p kunlar davomida qolishdi, muzlashdi. Guvohlardan biri tirik qolganlar o'lganlarga havas qilishadi deb aytdi. Bu to'g'ridan to'g'ri iqtibos. Nega? Chunki darhol o'lgan odamlar osonlikcha qutulib ketishdi. Turkiyalik seysmograflardan biri Ahmet Erjanning aytishicha, vayronalar ostida 180 ming kishi qolgan. Beton uyumlari ostida qolib, oyoq-qo'llari ezilgan va singan, ichki a'zolari parchalanib ketgan 180 ming kishi. Bu haqda gapirishning o'zi og'riqli, ammo bir necha hafta davomida ularga yordam berilmadi. Ba'zi qishloqlarga yordam umuman yetib bormadi. 80 mamlakatdan 20 ming qutqaruvchi yuborildi, ya'ni har bir uyga bir qutqaruvchi to'g'ri keldi. Qanday qilib bir kishi vayronalar ostida qolganlarni qutqarish uchun butun uyni demontaj qilishi kerak?
Biz hozirgina uylardan birining yonidan o'tdik. Bu ikki bino ostida hali ham 200 kishi tirik ahvolda. Ular bir necha kundan beri qichqirishyapti, ammo qutqaruvchilar bu odamlarga yetib bora olmayapti. Ularning soni kam, chunki bir qancha shaharlar vayronaga aylangan. Ehtiyojlarni baholash uchun ularga 2 hafta kerak bo'ldi. Tasavvur qiling, vayronalar ostida kimdir xalqaro tashkilot va BMT agentlari ularning ehtiyojlarini baholashini kutib yotibdi. Biz hozir ularga nima kerakligini bilamiz. Zilziladan aziyat chekkan shaharlarda keyingi kunlarda nimalar sodir bo'ldi? Tasavvur qiling, butunlay vayron bo'lgan shahar, infratuzilma yo'q, kasalxonalar yoki poliklinikalar ishlamaydi, politsiya ham yo'q, qonun tartib ham yo'q. Hamma joyda talonchilar to'polon qilishyapti. Afsuski, bu ham sodir bo'ldi. Suv yo'q. Biz non topa olmadik. Nonvoyxonalar yopiq. Har kim o'z dardi bilan yakka Keksa qoldi. bir er-xotin bor edi. Biz ularga qo'limizdan kelganicha yordam berdik. Nega ko'chada yashayapsizlar? Davlat sizga chodir bermadimi deb so'radim. U yo'q, o'g'lim, hamma chodirlar berib bo'lingan. Bu yerda atrofimizdagi hech kim bizga hech narsa bergani yo'q. Biz kutyapmiz dedi. Talonchilar bor, o'g'rilar bor. Malayziyada bir kishi halok bo'ldi. Uning barmog'idan uzukini yechib olishdi. Bunday holatlar ham uchrab turadi. Odamlar o'z hayotlari uchun qo'rqishyapti. Hozir men bularni gapirib bergan paytda kimdir televizor oldida o'tirib tomosha qilyapti. Televizordami, telefondami farqi yo'q. Siz uchun bu shunchaki tasvir, bu kino, ammo jin ursin, bu haqiqiy odamlar. Ular xuddi siz kabi. Agar yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, do'stlaringiz bo'lsa, ularni ko'zlariga qarang. Ular xuddi shunday odamlardir va agar siz bularni tomosha qilib bu shunchaki YouTube videosi, shunchaki tasvir deb o'ylasangiz, u ta'sir qilmaydi. Ammo bu odamlar bilan real hayotda suhbatlashganingizda YouTube'da ko'rgan har bir hikoyangiz ham xuddi sizniki kabi hayot ekanligini tushunasiz. Biz omon qolganlar ularni taqdir ixtiyoriga tashlab ketdik. Nima uchun? Biz bunyodkor jamiyatni qurmaganimiz uchun. Biz hech narsa qilmayapmiz. Bu bizga ta'sir qilmaydi deb o'tiraveramiz. Ular ham o'tirib xuddi shunday o'ylashdi. Hamma joyda gulxanlar yonyapti. Odamlar gulxan atrofida o'tirishibdi, askarlar miltiq bilan yurishibdi. Talonchilar, uylari vayron bo'lgan, shamol eskanda o'liklarning jasadlarining hidi keladi. Kimdir asabiylashadi. Bu yerda nima bo'layotganini sizga tasvirlab bera olmayman. Bu juda qo'rqinchli. Qiyomat kuni esa bundan ham qo'rqinchli bo'ladi. Vaziyat murakkab, ammo bu holatga biz o'zimiz aybdormiz. Iste'molchilik formati bo'lganiga o'zimiz aybdormiz. Buning oldini olish uchun zarur va tezkor samarali choralar ko'rmayotganimizga o'zimiz aybdormiz. Biz odamlarni bu serverning changaliga tashlayapmiz. Ularni shunchaki yirtib tashlayapti. Odamlarning esa boradigan joyi yo'q. Kuni kecha chaqaloqni chiqarib olishdi. 128 soatdan keyin vayronalar ostidan chaqaloqni chiqarib olishdi. Men uning beg'ubor chehrasini ko'rdim va bu menga qattiq ta'sir qildi. Shunchalik ko'p odamlar o'lyaptiki, odamlar buni ozgina bo'lsa ham anglab yetishlarini istayman. Qaniydi biroz uyg'onib, dunyo qayoqqa dumalab ketayotganini ko'rishsa, qaniydi ular birlashsa, bularning hammasi sodir bo'lmasdi. Bilasizmi, men demoqchimanki, men biroz hissiyotliman. Nima uchun odamlar iqlim o'zgarishidan halok bo'lyapti? Chunki biz haqiqatni bilmaymiz. Chunki biz iqlimga nima ta'sir qilishini bilmaymiz va agar biz unga nima ta'sir qilishini bilmasak, biz hech narsa bilan unga qarshi chiqa olmaymiz. Zilziladan oldin bunyodkor jamiyatdan Darya bilan ishlaganman. Zilziladan keyin esa butun manzara menga bunyodkor jamiyat tomonidan oshkor qilingan video lavhalar, barcha faktlar va barcha hisobotlarni eslatdi. Biz nazariy jihatdan gapirgan narsalarni amalda boshdan kechirdik. Men o'sha kuni biz ko'rgan narsalarni dunyo ko'rmaydi deb umid qilaman. Bu vaziyatda kim dushman? Dushman yo'q. Qiyin ahvolga tushib qolganimizda biz Allohdan, e'tiqodimizdan, dinimizdan, qadriyatlarimizdan panoh so'raymiz. Ammo endi mojaro yoki kurash Xudoning o'zi, yaratganning o'zi bilan ketyapti. Unda biz qayerdan boshpana izlashimiz kerak? Biz uchun inson sifatidagi asosiy vazifamizni bajarishdan boshqa panoh yo'q. Odamlarning uylarini tashlab ketishlarini, qimmatbaho buyumlari va mol-mulklarini o'zlari bilan olib ketishlarini, kasal va nochorlarni qutqarishga harakat qilishlarini kuzatganimda, men shunday xulosaga keldim. Ammo bu behuda. Hammasi behuda.
Qur'onda bu davr haqida va nima qilish kerakligi haqida payg'ambarimiz Muhammad tomonidan uzatilgan oyatlar bor. Ba'zilar eshitganga o'xshaydi, lekin tushunmaydi. Boshqalar tushunadi, lekin nima qilishni bilmaydilar. Kichkina barmog'imiz shikastlanganda og'riq butun tanaga tarqaladi. Xuddi shunday biz insoniyat yagona tanamiz. Ba'zan biz bu haqda unutamiz. Ba'zida axir bizda hech narsa bo'lmadi. Biz omonmiz. Boshqa odamlar bilan nima sodir bo'lishi muhim emas deb aytamiz. Biz bir yaxlit narsamiz. Bu zilzilada turk millati afsuski juda ko'p aholisini yo'qotdi. Biz bunday holat takrorlanmasligi uchun qo'limizdan kelganini qilishimiz shart. Axir bizda bunday imkoniyat bor. Biz inson hayotlarini saqlab qolishimiz mumkin. Lekin buni faqat bunyodkor jamiyatda amalga oshirish mumkin. Har qanday inson agar u haqiqatan ham inson bo'lsa, uning zarracha vijdoni va or-nomusi bo'lsa, bunyodkor jamiyat loyihasi ishtirokchilari safiga qo'shilishi kerak. U qo'lidan kelgan hamma narsani qilishga, hali ham tirik bo'lgan serverning changaliga tushmagan odamlarning hayotini saqlab qolish uchun barcha sa'y-harakatlarini, kuch-qudratini sarflashi kerak va shuni yodda tutishimiz kerakki, aynan shu soniyada har birimiz serverning panjasi ostida turibmiz. Biz u bundan keyin qayerga zarba berishini bilmaymiz.